2000 so'mlik spirtdan 3 dana, 7000 so'mlik uksuzdan 1 dana, 7000 so'mlik 5 litrik suvdan 1 danasini sizlarga ajoyib bo'lgan nerzamersak ishab beraman. Zapchas do'konlardan telefon etib so'rab ko'rsam, har litri nerzamersakani 10.000 so'm ekan. 5 litri 50.000 so'm bo'ladi. Ushbu videomizdan keyin sizlar qanday qilib 20.000 so'm nerzamersaki ishlashni o'rganib olasizlar. 5 litrik suvni olamizdan ozginasini dökib tashlaymiz. Meni og'anim 90% uksuz, lekin sizlar 70% uksuzdan foydalansanglar bo'ladi. Polni hammasini yuboramiz. Aptekadan olgan 3 tane spirtimizdan hammasini ichine yuboramiz. Yoqimli hid taratish uchun qo'limdagi geldan ham 3-4 marta solamiz. Sizlar xohlasanglar, solmasanglar ham bo'ladi. Endi aralashmamizni yaxshilab chayqatib aralashtiramiz. Endilikda tayyor bo'lgan nerzamersakamizni mashinamizga solamizdan keyin sizlarga ishlatib ko'rsatamiz. Captiva mashina naq 5 litrdan ham ko'p oladi o'xshaydi. 5 litrni solib bo'ldik, lekin hali dolmadi. Yo'q, doldi. To'shli 5 litrda doldi. Gap bo'lishi mumkin emas do'stlar. Ushbu tayyorlangan nerzamersakamiz xudo xolasa sovuqda donib muzlab qolmaydi. Videomiz manfaatli foydali bo'lgan bo'lsa, like'larni bosib turib, shopir joylaringizga tashab qo'yinglar.